Bugun erta tongdan Telegram ijtimoiy tarmog'ida ayrim kanallarda Bollivudning taniqli aktyori Amitabh Bachchanning vafot etgani bilan bog'liq xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, Maftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Amitabh Bachchanning o'lgani to'g'risidagi yolg'on xabar tarqagani va Bachchan ikkinchi marotaba Covid bo'lgani haqida ma'lumot taqdim etamiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda taniqli shaxslar, mashhur san'atkorlar, shou-biznes olamining ko'zga ko'ringan vakillari haqidagi ma'lumotlar, ayniqsa yolg'on xabarlar yashin tezlikda tarqalishga o'rganib qoldik. Omma fikriga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar bu bilan o'z reytinglarini oshirmoqchi bo'lishadi. Xabarlarga ko'ra, aktyorning xastalikka chalingani va vafot etgani aytiladi va Bachchanning shifoxonaga yotgan surati ilova qilinadi. Bu xabar aktyorning o'zbekistonlik muxlislarini xavotirga solmay qo'ymaydi. Albatta, tinimsiz qo'ng'iroqlar sabab bunga aniqlik kiritishga harakat qildik. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Amitabh Bachchan haqidagi tarqalgan xabarlar yolg'on. Bollivud olami ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, aktyorning salomatligi joyida. Bollivud hayotidan hikoya qiluvchi chet el nashrlarida bu haqda biror bir ma'lumot bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rib, buning yolg'on ekaniga yana bir bor amin bo'ldik. Biroq Amitabh Bachchanning o'limi haqidagi bu xabar birinchisi emas. 2012-yili ham uning Mumbayda avtohalokat tufayli vafot etgani haqida yolg'on xabarlar tarqalgandi. O'shanda aktyorning muxlislari bunday ma'lumotlarni tarqatgan nashrlarni qoralab chiqishgandi. Hozirda mashhur hind aktyori Amitabh Bachchan koronavirusga chalinib shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, uning o'g'li aktyor va prodyuser Abhishek Bachchanda ham koronavirus aniqlangan. Bachchan shunday deydi: "Mening koronavirusga topshirgan natijam yaxshi chiqmadi. Shu sababli shifoxonaga yotishga majbur bo'ldim. Oilam va xodimlarimiz ham test topshirishdi va natija javoblari Covid bilan yakunlandi. Men bilan oxirgi 10 kun yaqin muloqotda bo'lganlar, iltimos siz ham test topshiring", deb yozgan 80 yoshli aktyor o'z Twitterida. Shundan bir necha soat o'tib 45 yoshli Abhishek Bachchanda ham koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. U ham yengil alomatlar bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Uning ta'kidlashicha, vahima qilishga sabab yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari va barcha muxlislar ota-bola aktyorlarga tezroq sog'ayib ketishini tilab qolishgan. Bollivud afsonasi Amitabh Bachchan 180 dan ko'proq filmda suratga tushgan. Aktyor Hind Oscari deb ataluvchi Filmfare mukofotining 15 karra sovrindori hisoblanadi. Bundan tashqari, u 14 yildan beri Kim millioner bo'lishni istaydi teleshousining hind variantiga boshlovchilik qiladi. Bachchanlarga salomatlik tilagan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Agar siz shunga o'xshash xabarlarni ko'proq chiqarishimizni istasangiz, u holda buni izohda yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ha aytgancha, Coviddan o'zingizni asrang.